Davom etamiz. Endi nechik bo'lgan? Ee, Gördük eng ona nechik bo'lganini. Lokal bilan global o'zgaruvchini nechik chaqirganini. Bu yerda global o'zgaruvchini chaqirib ko'pda ikki nuqta bilan va plus atib lokal o'zgaruvchi chaqirilgan. Shu holatda ishlab ketishimiz mumkin. Endi bizada yana bir funksiyamizni turi berilgan. Funksiyamizni o'zi aslında turlari ko'p, lekin birinchi kursda siz faqatgina o'tishingiz kerak bo'lgan bu rekursiv funksiya hisoblanadi. Rekursiv funksiyalar nima bo'ladi? Nechik bo'ladi desangiz, rekursiv funksiyalarimiz chatda hech narsa yozmanglar. Hech kim adi familiyasini so'ramadim, yozmanglar chatda hech narsa. Rekursiv funksiyalarimiz bu nechik bo'ladi desak, bu rekursiya jarayoni o'zi bu o'z-o'zini qayta-qayta murojaat etish jarayoni hisoblanadi. Rekursiv funksiyalarimiz esa o'z-o'zini murojaat etib turib, funksiyani qayta ishlatishini aytiladi. Har bir rekursiv formula kamida bitta asosiy ifodaga ega bo'lishi kerak bo'ladi. Bu yerda umumiy ifoda doim asosiy ifodaga yo'naltirilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Asosiy ifoda esa rekursiyani to'xtatishi kerak bo'ladi. Hozir uni nechik jarayon ekanligini ko'rib o'tamiz. Endi bu yerda rekursiv funksiya faktorialni hisoblash misol berilgan. Faktorial rekursiv funksiya uchun eng zo'r misol hisoblanadi. O'zi faktorial o'zi nima desangiz, n faktorial berilsa, bu shu n gacha bo'lgan sonlarni ko'paytmasi hisoblanadi. Masalan, 10 faktorial desangiz, 1dan 10 gacha bo'lgan sonlarni e, ko'paytmasi hisoblanadi. Endi bu yerda rekursiv jarayon uchun berilgan bizada long deb turib berilgan. Longni bilamiz. Bu bizada tipimizni 2 marta oshirib berish uchun. Nachun faktorial uchun long beriladi deymiz. Long berilishining sababi faktorialni hisoblagan vaqtimizda qiymat dim oshib ketadi, doubledan ham oshib ketadi. Shuning uchun hamisha oldina long qo'yib ketamiz. Masalan, 100 faktorial, 200 faktorialni hisoblasak, bu 1dan 100 gacha yo 1dan 200 gacha bo'lgan sonlarni ko'paytmasi bo'ladi. Shuning uchun buni qiymati dim oshib ketadi. Masalan, tasavvur eting, 195, 190 ko'paygan 196, ko'paygan 197, ko'paygan 198 deb 200 gacha yozasiz. O'zi shu sonlarni 3-4 ko'paytirgan vaqtingizda o'zi yaxshi yo'lan katta son chiqadi. Endi tasavvur eting, bundan oldin ham yana 197 gacha yana bir 195 dona son bo'ladi. Shuni ko'paytirib kelgan vaqtimizda, demak, bu double'ni qiymatidan oshib ketadi qabul qilishini. Shuning uchun bu faktorialni ko'pincha agar siz aniq 10 dona son bilan ishlayacak bo'lsangiz, double'da berib kelsangiz bo'ladi. Agar siz bilmaysiz, bir vaqtlar 200-300 son berib ketaman, yo 1000 dona son berishim mumkin desangiz, bu vaqtida long deb yozishingizni tavsiya beraman faktorialni hisoblayacak vaqtingizda. Faktorialni nechun rekursiv funksiya desak, imberda long fakt deb berilgan. Yine aytib o'tganim yuqorida. Nonni hisoblayacak bo'lsangiz, shunga yarasha aytib berganingiz ma'qul. Masalan, shuni faktorial deb cho'zib yozsak ham bo'ladi. Ixtiyoriy, agar kichkinaroq bo'lishini xohlasangiz, fakt deb yozib ketaverasiz. Lekin pastda ishlatgan vaqtingizda ham bu yerda funksiyani odini bir xil etib yozishingiz kerak. Faktorial deb berilgan va int n, ya'ni n dona sonni faktorialni topacakman. Keyin bu yerda shart berilgan. If n teng 0 bo'lsa. Masalan, mabodo men n'e 0 bersam nechik bo'ladi? 0 dan sonni ko'paytmasi yo'q. Shuning uchun agar 0 kiritib qo'ysangiz, mabodo deb berilgan bu shart, menga faqat 1 ni qaytarib qo'yaver. 0 dan sonni ko'paytmasda 1 ni qaytaraversin deb shu bir berilgan return. Keyin aks holda esa n ko'paygan faktorial n minus 1 bo'ladi. Nechik bo'ladi bu desangiz, masalan, n 5 kelsa, 5 ko'paygan 4, keyin 5 faktorial ko'paygan 4 faktorial bo'ladi, to'g'rimi? 5 bo'ladi, keyin 4 bo'ladi. 4 ni topish uchun bundan oldingi 3 son yig'indisini topishimiz kerak. Qayta-qayta shu faktorialga murojaat etib, oxirida 1 galincha murojaat etadidan shuni hisoblab beradi. O'z-o'zina murojaat etish bo'ladi. Keyin hozir shuni ishlab ko'rsatib beraman sizga. Inshab ishlanadi bu long tipdan. Long tipdan xuddi shu tartibda ishlanadi. Buni o'chiraman-da. Yana yozaman shura. Ko'rishingiz mumkin. Long deb turib faktorial berdik. Demak, imberdan men faktorial deb yozishim kerak. Faktorial deb yozaman. Xuddi shuni endi pastda ko'ramiz. Masalan, bu yerda n sonni o'zini beramizdan nni kiriting deb so'raymiz biz. Bizlara tushunarli bo'lishi uchun shunda yozganimiz ma'qul.
algoritmni tushunarlilik tamoyilini bo'ysungan holda shunday ettirib yozamiz. Endi kiriting deb so'rasin va mendan nodir bir son kiritishimni so'raydi yana. Buni sin bilan beraman. En deymiz. Keyin endi nonni hisoblashi kerak menga. Siya o'tatib turib, bu yerda faktorial enni chiqarib qo'yaversa ham bo'ladi. Hozir ishlatamiz. Enni kiriting deydi. Masalan, 5 faktorialimiz birdan 5gacha bo'lgan sonlarni ko'paytmasi 120 ga teng bo'ladi. Hisoblab ko'rsangizlar ham bo'ladi uni. Hamma biladigan son bo'lgani uchun kichkinaroq son berdim. Endi undan masalan 10 ni kiritsam, bu уже ko'rsangiz 10 ni kiritgan holatimda уже 3 milliondan oshib ketdi ko'paytmasi. 3 million 628 ming 800 bo'ladi. Shuning uchun yana bu yerda long beriladi. Bu long bizlara berilajak tipni 2 marta ko'paytirib beradi. Yana bu yerda masalan int emas, biza double kiritib qo'yamiz. Double'ni 2 marta ko'paytib hisoblab beradi. Endi ishlatasiz, ishlatganingizdan keyin xuddi shunday turib, bu yerda yana 100 berdim. 100 bergan vaqtimizda уже 0 chiqdi. Nechun 0 chiqdi desangiz, bizlar ham bu yerda qabul qilish chegarasidan oshib ketdi. Long double deb bersam, long double dan oshib ketami ekan? Yo'q, yana long double deb bersam, y darajasi nodirlar bilan chiqardi. Y darajasini bilasizlar? Nechik sonligini. Bu yerda dim katta son chiqardi. Shundan keyin, shu ko'rib turgan soningizdan keyin plus yana 157 dona son bor ekan izinda. Shunday son chiqib turibdi endi. Nodab o'qilishini bilaman. Demak, shunday katta son chiqadi ekan 100 berganingizda. Shuning uchun shura long double, long int yo bo'lmasa long long double berib ishlasak bo'ladi. Faktorialda long yozish shart. Nechun desa, agar aytib o'tganim kichkina sonlar bilan ishlashak bo'lsangiz shart emas. Ko'pincha yozganingiz ma'qul. Imberda endi faktoriallarga misol berilgan. Ina imberda ko'rib o'tishingiz mumkin. Long long bilan bergan. Long long bilan bersangiz ham bo'ladi. Endi bu hozir ina shuni long long bilan yozib ko'rsatib beraman sizga. Ina long long bilan bergan holatingizda ham bu misol bu double bilan ishlamaydi ekan. Long long bersangiz ham xuddi shu holatda ishlab ketaveradi. Endi savollarimiz bormi? Funksiyaga doir. Yo'q, yo'q, tamom. O'zi tushundikmi nima ekanligini? Va men bitta tushunib o'tirdim. Yozib ko'rsatib bertursiz-ku, shunga bitta tushunarli bo'ldi. O'zlaringiz ham bir yozib ko'rsangizlar, dim yaxshi tushunasizlar. Faqat bir marta yozish bilan lekin ish bitmaydi. Bir nechta marta yozinglar. Ana shu holatda dim tushunasizlar. Nima bo'lib turibdi ekan, o'zi nishab ishlatib turibmiz ekan. Shularni tushunasizlar. Endi bu yerda yana ham shu narsalar berilgan. Misollar bilan birga amaliyotida shularni ishlab ko'rasizlar endi. Kosonni p darajasini topuvchi funksiya yozing deydi. Tushundikmi o'zi buni odat turganini? Yozib ko'rish kerak, shunda K pulni son, so'raydi. K son beriladi ekan, uni p darajasini topish kerak ekan. Nima bo'ladi bu? K sonni p darajasi desak, hozir faqat matematikasini yozib beraman sizlarga shu yerda. Mhm. Yana bu funksiyani ichini o'zlaringiz yozasizlar. Shu yerda yozasiz. Po deb turib, K sonni p darajasini topish kerak deydi. Masalan, 2 bilan 5 bersangiz, 2 ni 5-sini topish kerak deb turibdi. Shunday turib, yana bu yerda Mhm. shuni yozishingiz kerak endi. Funksiyani ichine. Deb hisoblaysizlar. Mhm. Masalan, misoldan bir xatar ko'ramiz, tushungan bo'lsak, darsni zapisini tashlab qo'yaman gruppaga. Tushunmaganlaringiz bo'lsa, gruppada so'ranglar. Namular uyga Tushundingmi? vazifa qaysimunda? Uyga vazifa ishonamiz. Hozirgi birinchi topshiriq. Birinchi topshiriq, ikkinchi topshiriq yana. Mhm. Bularni ishlaymiz.
Mudapasda üçüncü Tamamlama. tapşırık. Bu üçüncü tapşırık rekursiv Internet funksiyaya dair bolgan ya tamam. ahir tushuntirgan funksiyama dair bu Primerta çıkışı öğrettirip direksiyon işleymiz. bu arada. Yani böyle hizmet metası. Tamamla. Assalamu alaykum. Assalomu alaykum. Bu topshiriqlardan her qaysinden 3 tane ishlab koyarsak bo'lmaymi? Bu ko'p-ku. O'zi ikkidan deb aytib ko'pmaylam. 2 tane. Birinchi amaliyotda hammasi deb aytganman. Bitta niyat Hı. tushib olishingiz uchun unda. Evet. Qo'lingiz bitta kelishsin deb hammasini ishlang dedim. Undan keyingilarda hammasida kamida ikki misol ishlang deb aytganman. Undan ariyani o'zingizni ixtiyoringizga bog'liq. Yaxshi, rahmat. Mhm. Domla ikkinchi topshiriqdan qo'yivering, screenshot atib berali. Fayli bor-ku gruppada. Ha, tashlab ko'pmiz. Modulda bor. Ya gruppa boshqatdan tashlab beraman. Screenshot atish shart emas. Niyat tashlab beraman gruppa. Shunda ochib Men ko'raverasiz. uchun. Mhm. Tushunarlimi hammamizga? Ustoz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va. Ustoz, meni modulga yuklay olmayapmiz uyga vazifani. Nechun? Rasmga tushib Telegramdan sizning silkangizni tashlab qo'ysak bo'ladimi? Necha yuklolmaydirsizlar, shuni aytib bering. Modulda texnik ishlar olib Bilmasam, har borib qanday etib ko'rdim, hech yuklay Yurtturing qani, olmadim-da. men modulga kirib bering qani. Agar rostdan texnik ishlar ketib turibdi ekan. Bo'ldi. Telegramdan sizga tashlab Bugunchalik qo'ysak bo'ladimi? yuklolmaysizlar ekan. Texnik ishlar Manda, tugatilgandan keyin yuklab borasizlar. Oqshom ha, kirganimizda lekin. mandam chiqdi-da, shunda turib yangi. Bo'ldi. Kirib Demak, kelishim. nodir bir tuzatish ishlari ketib turibdi. Shu tugagandan keyin yuklashida izi bo'ladi. Bu size ne uchun emas, minus uchun emas, bu plus uchun. Kimdirlar modulda topilmay turibdi, qaysidir fayllarga qo'shilolmay turibdi. Ana shuning uchun texnik ishlar ketib turibdi bu yerda. O'zingiz Yo'q, gruppalaringizdan bor, u qo'shilolmay yurganlar, umuman talabalar safida chiqmay turibdi-da modulda. Yo'q, xakerlar buzib kirmagan. O'zi hamma vaqt ko'pincha har oyda shuning texnik ishi yetib turar edi. Ichida tekshirib, nodir narsa bo'lib turibdi deb. O'zingiz kursdoshlaringiz ham nechadirlar qo'shilolmay yurganlari bor hali. Qo'shilib turib darsga girmay yurganlar ham bor. Modulni ko'rsatib turadi. Kim qachon kirgan, qachon yuklangan, hammasini ko'rsatib turadi. Men hamma vaqt kirib qarab turaman. Birovlarniki вообще girilmagan deb yozib turibdi. Никогда deb yozib turadidan. Hech qachon deb yozib turadi. O'zbekcha o'tirib ko'rsangizlar. Hech qachon girmagan deb ko'rsatdi. 10 yillar ham bor oramizda. U hech qachon girmaganlar men ko'rib yuribman. Demak, ular dars ham girmay yuribdi. Darsga kirib yurgan bo'lsa, o'zi shu yoqqa yuklar edi. Hech qachon deganlari bor. E, Ular oxirida yana bir baho qo'yaman degan vaqtimda giradilardan yuklab qo'yaveradilar birovdan faylni olib. 10 yillar yaxshi baho kutmanglar. Oxirida Rustam, savolingiz bormi? Ayting. Boshqalarda savol yo'qmi? Kodi blokni Yo'q. kirishni o'rgating. Har darsda ko'rsataman kodi blokka kirishni. Bilam. Qayta qayta Kod ko'rsatavering. blokda men ishlab bilaman. Hang. Kod blokda men ishlab bilaman deyman. Aha, tushunmaganlar bor ekan. Tushunmaganlar o'tgan darsdagi nan tashlab berib ko'pman. Video darsni oxirida kodi blokni ishlab ochish kerakligini tushuntirib berib ko'pman. Osini ko'ringlar. Undan oldingi darsdan bor birsida. Menimcha izimga keldi. Shu Domla, parada ko'rsatdim kodi blokni. telefonda ishlaydigan programma bo'lsa shuni natib bering, tashlab bering, telefonda ishlari. Ko'p odamda kompyuter yo'q. Qarang, telefonda ishlaydiganlar bo'lsa, telefonni Play Marketidan kiramiz. Men hozir bu yerda telefonni ochib ko'rsatish imkoniyatim yo'q. Avval Telefonda kirdim. Play Marketga giring. Ya bo'lmasa Google'a giringda. Google'a girib turib shuni yozsangiz ham ishlaydi Google'ning o'zida. Brauzerga girib turib. Brauzerga girib onlayn C++ kompiler deb yozsangiz ham ishlaydi.
Ya Play Market'e girip turib C++ kompilyatör deb yozsangiz qaysidir birisini chiqarib beradi. Eng ko'p yuklanganlar soniga qarab, reklamasi yo'qina qarab turib yuklab olib ishlasangiz bo'ladi. Farqi yo'q uni qaysi bo'lganini. C, qarang domla, C++ Compiner app degani chiqdi. Shuni bassak bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ldi Rustam, yana bir marta ko'rsatib beraman. Topdim. Bo'ladi, farqi yo'q uni. Qaysi bo'lsa, Rahmat. yana men ham telefonimda yozib ko'ring qani. Ya telefonimda qidirib ko'ramandan sizlarga skrinshot atib tashlayman. Shunda ishlasangizlar bo'ladi ekan deb. Gruppayiza. Yine menda masalan 1 milliondan ziyod marta o'rnatilgan coding C++ degan bor ekan. Aslında o'rnatsangizlar ham bo'ladi. Shuni screenshot olib tashlayman. Narsam ishlashini ham 4/8 yulduz olgan ekan. Demak, yaxshi ishlaydi bu. Ozgina gruppangizga tashlayman. Shuni o'rnatib turib ishlasangizlar bo'ladi. Tashlab bering, shuni istalib ketamiz. Anam tashladim. İçinde ishlashini o'zingiz ko'rasiz. Endi kodi blokni ko'rsatib o'taman yana bir marta. Agar siz kodi blokni o'rnatgan bo'lsangiz, o'rnatmagan bo'lsangiz, brauzeringizda yozing kodi blok skachat yoki download farqi yo'q. Shuning kodi blokni o'zining rasmiy sayti chiqadi. Birinchi kodiblok.org degan. Shunda downloads degani o'zi tayyor chiqib turadi. Shuni bosasiz va bosganingizdan keyin bu yerda downloads qanadi. Downloads degan yer chiqaradi. Aynen öyle. Downloads'ni bosasiz shu yerda. Shu yerda endi qaysi o'zingizga to'g'ri kelsa shuni bosasiz. Yine qaysi o'zingiz kompyuteringizga to'g'ri keladi, shuna qarab turib, versiyalarni qarab turib bossangiz o'zi skachat bo'lib ketadi avtomatik. Keyin agar sizda skachat atilgan bo'lsa, уже skachat atib bo'ldik. Shu ko'rinishda bo'ladi kodi blokimiz. Kodi blokni ochamiz. Bosganimizdan keyin bizda aynada ishining ne hosil bo'ladi? Ekranda, rабочий stolimizda hozir kirib olsin. Menda 20.03 versiyasi ekan. Уже hozir 25-26 versiyalar chiqqan. 25.13 degan versiyasi. Oxirgi versiyasini olib ishlatavering. Chunki oxirgi versiyalarda hamma imkoniyat katta bo'ladi. Bundan oldingi versiyalarida baribir qaysidir bir imkoniyat yo'q bo'ladi. Enang ochganimizdan keyin eshik ko'rinishdagi bizada rабочий stolimiz shunday oyna hosil bo'ladi. Уже ochdik. Ochganimizdan keyin bu recent project bu oxirgi marta ishlagan proyektlaringiz haqida novo bo'lsa shu keyin recent project bunda pastda recent fayl bor. Fayllaringiz bor, o'zi proyektlaringiz bor, har qaysi alohida saqlanadi. Bu yerda oxirgi ishlanganlar turadi. Demak, bundan oldin ham bor. Lekin prosta oxirgi ishlangan bir nechtasi turadi. Keyin endi biz shunga misol ishlayajak bo'lsak, shu create new projectni bosasiz. Keyin bu yerda console applicationni bosasiz. Keyin go ni bosing. Keyin go ni bosgandan keyin ham next ni bosing. Va endi bu yerda ikki til chiqadi. C bilan C+. Kodi blok bir vaqtning o'zida ham C, ham C++ dasturlash tilida ishlab biladi. Biz lekin C++ da ishlayjakmiz. C++ ni bosib next atamiz va proyektimizning adini yozamiz. Masalan, hozir biza funksiyalarni o'tdik-ku, funksiya haqida birinchi misol desak, funksiya 1 deb yozib qo'ysak ham bo'ladi. Finish deymiz. Keyin shuning kimdadir shunga ayna chiqadi, kimdadir endi agar shunga ayna chiqsa, endi bu yerda funksiya source degan papka bo'ladi. Shuning ichida main sppni bossak, ish o'rni chiqadi. Kimdadir o'zi avtomatik main spp papkamiz ochilib chiqadi. Yana shu xuddi shu ko'rinishda, yana ko'rishingiz mumkin. Shuning chiqadi. Bu ishlasha tayyor уже. Kodimizni yozib ishlatib ketaveramiz. Endi bu yerda build bor, build and run, build bor. Runni bossangiz bu nishab ishlaydi. Run bu oxirgi o'zgartirishlarni saqlamagan holatda ishlatib beradi. Build and run bo'lsa, qaytadan o'zgarishlarni saqlab keyin ishlatib beradi. Men sizga tavsiyam build and runni bosing, chunki oxirgi o'zgartirish hamma xato bo'lgandan keyin bir narsani o'zgartirib keyin ishlatib ko'rasiz. Shuning uchun build and runni bosib ishlatganingiz ma'qul. Yana shu yerga yozib ketaverasiz. Tushundikmi?
Rustam? Tamam, tushundim ben. Asosiy Rustam. Rustam so'ravyapti. Maskatdan ko'rsatib bering deb. Şu an Rustam dedim. Kag'allada savol yo'qmi? Hmm, Qanday degan, nima degan Rustam? Qanday yuklaydi? Ha, yuklayacakmisiz buni endi? Nayam modul yuklayacakmisizlar? Aha. Modula yükleyecek bo'lsangizlar, yine şu görünüşte misolni olasiz. Kontrol saytasidan tushirib tashlasak. Masalan, bu misolimiz surish tayyor. Shuni olasidan screenshot etasiz. Eling, screenshot. Bilasizlar screenshot etishni. Keyin Wordga tashlaysiz. Yine Wordga tashladik. Endi yuqorida noni misol ekanligini shartini berib ko'rasiz. Masalan, bu yerda masalan 1 deb yozsamda bu faktorialni hisoblash misollari. Endi sharti nechik bo'lsa shuni yozasiz o'zingiz. Amaliyotda no deb berilgan bo'lsa, men faktorialni hisoblash deb qo'ydim. Keyin mana ozgina ulg'aytirib beraylik. Faktorialni hisoblash deb berib qo'ydim. Pastda kodi endi ishlaganini tashlashimiz kerak. Pastga tushamizdan endi shuni masalan bu yerda o'zi bu yerdan olsak ham bo'ladi. Run etib turib enni kiriting deydi. Hozir menda bu ishlamadi. Masalan 5 desam 120 chiqdi. Hozir ikkisini ham ko'rsataman. Eling, shuni screenshot etasidan yana pastini tashlaysiz. Ikkisini almashtirib beramiz. Shukr, shunday ishlaysizlar. Hozir kod blokdan ishlatib ko'rsataman. Eling, kod blokda ishlashi bu. Build and run'ni bosganimdan keyin masalan 5 deb kirsam 120 chiqdi. Endi shu yerni olasidan screenshot etasiz. Shuni kattaroq qilib screenshot etsangiz ham hech gap bo'lmaydi. Shuni nega tashlaysiz? Dokumentga. Shuni o'rniga tashlaymiz. Eling, shunday ishlayverasizlar. Orasini bitta asoslaydi. Menda qo'shilib ketdi hozir. Nettirib, ochib tashlayverasizlar. Endi Wordda ishlashni bilsangizlar kerak har holda. Shu faylni yuklaysizlar keyin. Xohlasangiz Word ko'rinishida yuklang, xohlasangiz ne ko'rinishida yuklasangiz ham bo'ladi. PDF. Faqat lekin dokument qabul etadi. Hech qanday rasmni qabul etmaydi. Rasmni o'zini yuklayolamiz. Tushundikmi? Ha, tushunarli domla, tushunarli. Qanday yuklaymiz misolni? Rahmat sizga domla. Aha. Endi Arzimaydi. yangi kelgan bolalar bor ekan, bizga yangi qo'shilganlar bor, shular tushunmagandi, kelgandi, o'shanga Bo'ldi. so'ragandim. Keyin sizda Kusherbayeva Muhabbat degan ism familiyali ro'yxatingizda bormi? Muhabbat. Bilmayman. Qaysi guruhdan? Yangi qo'shilgan. Kompyuter injiniringi yangi qo'shilgan. Xemisda chiqib turibmi? Modulga qo'shilganmi ekan? Ha, modulga qo'shilgan. Modulda dars chiqib turibmi? Chiqqan darslar chiqib turibdi deyapti. Chiqqan bo'lsa, demak, Ana yangi odamlar modulga qo'shganman deydi-ku. qo'shgan bo'lsa, demak, unda menda ham ko'rinadi u. Yuklab borsa. Boshqa savollarimiz yo'qmi? Menda hozircha savol yo'q. Shu savolim bor edi, qolganlarni bilmadim. Siz savollaringiz bo'lsa, darsdan chiqaveramiz. Bizlardan 2 kishi kirilmadi. Bittasi svязь yaxshi emas ekan. Yana Murod degan bola bor. O'sha kirolmayman, sababim bor deb darsga kirolmadim. Yo'q, hech qanday yo'qlama aytmayman. Kim darsga kirajak bo'lsa, o'zi uchun kirsin. Hech kim yo'qlama aytib Ha, o'tirmayman.
170 Bəli, adam bəli. yoklama etip oturup ben dersin yarısı ötüp gitedi. Yani görüp durganızda hiç kan yoklama etini saklap durma. Hə, düşündüm. Ma yoklama etip sizin hazır sizden vaxtınız gitedi bir de menem vaxtım gitedi. Hə, Benim doğru, səbir düşündüm. çıkamaydı. Çünkü ben Rəhmət. yoklama etip Niyə? oturuş terlemedim. Özleriniz bilesizler derse girseyizlerem girmeseyizlerem. Aha, korkmayın. Oldu mu saval yok mu? Ye, başqa sual yox. Əsə tüketemiz dersini. Derse girgenler için rahmet. Ben Sizə bir sefer rəhmət. görmedim. Ben bunu yoklamam oldu. Rahmat ustoz, sağ bo'ling. Hazır aytdım Domine yoklama sağ etmeymen derse girseniz fakat özünüz için giresiz dedim. Nadir Vallahi. öğrenişini haklasanız derse giresiz. İşim mesela geçe kalktım sonra Yok verdim. yok yoklama etmeymen. Rahmat ustoz, Hı hı. sağ bo'ling. Tamam. Gariz mümkün.